Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xonadonlarimiz sotuvga chiqdi, bir emas, ikkita bir xil remontli uyimiz. Ikkalasi ham Yevro remont, Bez mebel texnika. Video davomida ko'rib o'tib ketsanglar bo'ladi. Joyda tanishtirib o'tib ketaman. Sergeli Yangi Hayot tumani, Yangi Darxon 1da joylashgan. 16 qavatli binoyimiz 11-12 etajlarida. Hozir men sizlarga ko'rsatadigan uyim 11-qavatda, ikki tarafga qaragan 3 xonali kvartiramiz. Narxlari ham hamma bor. Narxlarni ham video davomida aytib o'tib ketaman. Bittasini Telegram kanalimga o'tib rasmlarini ko'rsanglar bo'ladi. Telegram kanalimga ham qo'yib boraman, chunki hozir bittasini videosini olib sizlarga ko'rsataman. Pastda nomerlar qoldiraman, bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Tushunmagan joylarini telefonda tushuntirib yuboraman. Ma'qul kelsa, narxlari ma'qul kelsa, xudo xolasa, dokumentlarda hech qanaqa muammosi yo'q. Dokumentlar toza, sirazi bir kunda notarius qilib, kalitni ham bir kunda beriladigan uylar. Arenda qo'ysanglar ham, agar mebel texnikasini olib kelsanglar, 550-600 dollardan qo'yib beramiz odam. Bir hafta 5 kun 4 kun ichida qo'yib beriladi odam, agar investitsiya uchun oladigan bo'lsanglar. Yashash uchun ham zo'r xonadonimiz. Etaj baland deydiganlar uchun ikkita liftimiz bor. Ikkita liftimiz o'chmaydi, generator ham qo'yilgan. Shu yerda yashaydiganlar ham bilishadi. Tepada quyosh batareyka ham qo'yilgan. Land House bilan shahar qurilish invest tomonidan qurilgan uylarimiz. Xonadonimizga ham kirib oldik. Kirishimiz shunaqangi uzun koridor joylashgan. Yevro remont holatda. Uyimizning zo'r tarafi ikki tarafga qaragan skvoznoy. Uyimizning birinchi xonasi zal hisoblanadi, mehmonxona, chunki bu katta xonasi. Bu yoqda bolalaringiz uchun yotoqxona. Bu yoq tarafda родительский spalnya, ota-onalar uchun pardalar ilingan. Bu yoqda ham o'zining alohida balkoni bor. Balkon romlar, balkonlar, romlar reshotka qilingan. Yashashga tayyor xonadon, Yevro remontli mebel texnikalaringizni olib kelib, bemalol yashasanglar bo'ladi. Remont qilmasdan turib, remonti zo'r qo'yilgan. Bu yoq oshxona mebelni qildirmadik, shu turishda turibdi. Bu yoqda ham balkoni bor. Sizlarga yana bitta tanishtirib o'tib ketaman. Bu Yangi Darxon 2, bu yoq taraf Sergeli 5. Mana bu yoq ko'rib turibsizlar, Choshtepa, yangi Choshtepa. Ana metro ham o'tgan. Metroga 1,5 kilometr, 1-2 kilometr atrofida chiqadi, peshkom borsa 15 minutlik yo'l. Yaxshi, fayzli xonadonimiz sotuvga chiqdi. Yetmaganini, misol uchun yetmagan deganimda, sizning qo'lingizda 50 ming plyus bor. Misol uchun qanchadir qismi yetmayapti. O'shanisini kredit qilib olsangiz ham bo'laveradi. Kreditga ham tayyor, dokumentida hech qanaqa muammosi yo'q. Yaxshi xonadonimiz. Xuddi mana shunaqa remontda 12-qavatimizda ham bor. Bir xil remonti ham, Bez mebel texnika. Uni ham narxlari zo'r. Telegram kanalidan bemalol ko'rib o'tib olsanglar bo'ladi. Uni narxi uyimizning narxi 64 ming AQSh dollari. Bu xonadonimizning narxi 66 ming AQSh dollari. Xudo xolisa tepasida endi savdosi bor. Endi 10 ming, 5 ming dollar o'tib bera olmaymiz, sunnatiga bu narsa o'tib bera olamiz. Pastdagi nomerlarga bog'laninglar. Xudo xolasa yaxshi narxlarda yaxshi uylar qilib beramiz inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.